Assalomu alaykum hammaga. Mana ham ukamiz Muhammad Ali keldi. Biz kichkinagina bir bedana fermamizga. Xo'p, qo'limizda ushlab olganimizga hayron bo'lmanglar bedanalarni. Sababi har safargidek shu YouTubedan ko'rayotgan akalarimizga, opalarimizga, ukalarimizga aniqroq bo'lsin, qaysi qanaqa parodaligi, narx-navosini aytish uchun qo'limizga ushlab oldik, ko'rsatish uchun. Avvalambor narxidan boshlaymiz. Keyin boshqa masalalar bo'yicha, so'roq-savollar bo'yicha qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Muhammad Ali, mana qo'lingizdagi mana kichkinasi, endi oching kaftingizni. Qo'lingizda tursin. Mana yapon majur yaqinroq oling-da. Mana, aka. Mana yapon majur 1 kilo jo'jamiz. Hozirgi 2026-yil sanasiga, kuniga 2-dekabr 1600 so'm deyapmiz. Optim narxda qo'ldan kelgancha arzonroq qilib beraveramiz, xudo xolasa. Mana yana bittasi, bu qo'lidagisi Beli gigant, ya'ni go'sht yo'nalishida baqiladigan bedana. Buncha saqatib qoldi, oldinroq olib chiqqanimiz uchun. Bularimiz xudo xolasa 2200 so'm deyapmiz, 2000 ni optim narxga qilib beramiz. Ya'ni keyingi mana jigar rangi nima katta bo'lgani bu xo'rozi, qo'limizga kirgan xo'roz bo'lib qoldi. Makyonlarining narxi hozirgi kunda donalab 16 mingdan optimga 15 mingdan qilib beryapmiz, xudo xolasa. Xo'rozlar juda ham arzon. 3-4 ming, 5-6 mingga beraveramiz. Maza qilib, sho'rva qilib, dorilik ichorasi. Bunisi go'sht yo'nalishidagi Beli gigant deb, bunisi 400 gram, 500 gramgacha go'sht qiladi. Yaxshi paroda, xudo xolasa. Buni narxlari asosan go'shtga sotamiz. 1 kilo jo'jasi sotiladi buni. Buni so'yib go'shtga sotiladi. Agar kattasidan qiziqishga baqaman desanglar, 30 kunliklari buni narxlari 17 ming so'mdan. Optimga undan arzon qilib beraveramiz, xudo xolasa. Buni qafas, bruderlari ham bor, jo'ja baqadiganlar. Ularni ham endi keyingi nimalarimizda ma'lumot berib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi bedanalar haqida umumiy ma'lumot berildi, ko'rib oldinglar. Endi tuxumlari haqida aytsak ham, uni 2 xil tuxum bo'ladi dediz. Birinchisi iste'mol uchun, ikkinchisi inkubator uchun. Jo'ja ochirib chiqarish uchun. Necha pul bo'ladi ular? Xo'p, hozirgi paytda narx ozgina tushgan narxda aytadigan bo'lsak 400 so'mdan iste'mol uchun, inkubatsionni shu 700 so'm, 800 so'm atrofida. U yapon manjur deb tuxum yo'nalishidagisini, parodasiniki. Beli ham bo'ladimi? Beli gigantiki ham bo'ladi. U asosan inkubatsionda sotiladi, iste'molga deyarli sotilmaydi. Ular 1200 so'mdan 1000 so'mdan optim berilyapti. Inkubatsionni jo'ja ochiriladi. Xo'p, keyin asosiy go'sht. Belidiki nargis. Keyin yapon manjur yo'nalishidagi, tuxum yo'nalishidagi yapon manjur parodasiniki go'shti hozirgi paytda kilosi 55 mingdan, optim narxda 50 mingdan qilib beramiz. Beli gigantiki 85 mingdan, uniki ham optim narxi 80 mingdan qilib beramiz, xudo xolasa. Hamkorlar bilan ishlaymiz. Agar ko'proq oladigan oshxona, optim magazinlar, ya'ni supermarket boshqalar bo'lsa, ulardan hamkorlikka chorlab bo'lamiz. Imkon qadar brendimiz bilan yetkazib beramiz. Dastavka ham bor. Dastavkamiz pulli yomonlik keyin. Shu Anjonichi amalasi bo'ladimi? Anjonichi xudo xolasa qo'ldan kelgancha besplatni dastavka qilib beramiz, lekin boshqa tumanlarga, boshqa viloyatlarga pullik dastavkamiz bor. Xo'p, keyingi narsa qafas xizmatlari ham bor. Qafaslar ham yasab beryapmiz doimgidek. Avval ham yasab berardik, esingizda bo'lsa, Muhammad Ali. Ular faqat narx-navosini qafaslarga to'xtalishimdan maqsad asosan narx-navosini, yangi narx-navosini aytib qo'yish bo'ldi. Sababi avvallari ancha arzon edi, endi narx-navo boshqa narsa, materiallar ham arzonligi uchun arzon bo'lgan. Hozir hamma yoq qimmatlashgan hisobiga 1 million 100 dan mana shu sal takomillashtirilgan keyin. Nechta bedana sig'adi bu kattalar uchun? 50 tadan katta bedanalar uchun 200 ta bedana sig'adi. Yog'ochligi 1 million 100. Donalab sotsak. Bu Mashalar 1 million 100. Boshqacha turli temirligi bor, ular 1,5 million. 1,5 million. Xuddi shu holatda ko'rinishda faqat materiali temirlikdan yasalgan bo'ladi. Hamma yo'q ichida bo'ladi, manaqalari ham bo'ladi. Bu suv sistemasi hamma yog'i mana shuni ichida komplektda. Mana yerga tepasida yo'mkisi bilan qo'yib beramiz. Bochkalari bilan bo'ladi. Shu olib borgandan keyin shu donani soladi, suvini quyib qo'ysa bo'ldi. Qolgan hamma yo'g'i bor. Mana nimalari ham shu haligi zanglamaydigan tunukadan ko'ra yoki ishib ketmaydigan taxta, damplan nimalarga o'xshab, shunday holatdaki qayta ishlatsa bo'laveradi. U damplanni bu materiallar yaxshi, plastikka o'xshagan narsa bu. Shu olib, tagini tozalab, yana joyiga qo'yilishga qulay. Shu holatda qafaslarimiz. Yemlarini ham ko'pchilik so'rashyapti shekilli. Yemini ham hozir yetkazib beryapmiz. Yemlari Misol o'zlari topib olishsa ham bo'ladimi? Misol uchun odamlar yemni ham ma'lumotlar so'raydimi yoki uni ham nima qilib beramiz? Kattaroq ob'yemda oladigan bo'lsa, biz olayotgan joydan gaplashib beraveramiz. O'zimiz ham xudo xolasa shu kunlarda chiqarishni boshlash niyatidamiz. Yemni narxlari shu kunlarda kichikroq 25 kilolik qoplari bor. Yemni narxi 150 ming so'm qopiga. Kilolar sal o'zgarish. 2 mahalmi, 3 mahalmi? Yemda unaqa narsalar haqida biz video yo'riqnomamiz bor, xudo xolasa kichikroq mana shu o'rgatish
qanaqa yem beriladi, qancha mahal beriladi, issiqligi, jo'jani, boqish sharoitlari, dori-darmoni, vitaminlari, hammasi to'g'risida bitta kichikroq shu video loyiha qilib tayyorlaganmiz. Xudo xolasa, konsultatsiya. Uni faqat pullik. Faqat shu videoda o'zini tashib beradigan bo'lsa 300 ming. Agar kelib o'rganib, mana shu yerda hamma sirlarni qilib, masalan, biznes holatiga chiqarmoqchi bo'lsa, u konsultatsiyamiz shu 2 soatiga bir 500 ming atrofida bo'ladi to'lov. To'g'ri tushuninglar, bizni sababi to'lovli, pulli qilib qo'yganimizni sababi kimki biror narsani pulga sotib olsa, shuni qadriga yetar ekan. Agar bepul bo'ladigan bo'lsa, qadrlanmaydi ekan, qadrsizlanar ekan. Shuning uchun majbur bo'ldik. Telefon qilgan odamga yoki shu video yo'riqnomamizni, ya'ni o'rgatish yo'riqnomasini tashlab bersak ham shu 300 ming bo'ladi. O'rgatishimiz esa o'zi 100%. Qo'ldan kelgancha polni to'liq ma'lumotli biznes holatiga olib chiqish, qanday qayerga sotuv qilish, hammasini o'rgatishimiz u 500 ming bo'ladi xohlasa. Uni ichida adashmasam hamma narsasi bo'ladi. Misol uchun qanaqa yem berish, necha mahal, eng asosiy narsa professionallar o'zlari tushuntiradi. Professionallar sohaning mutaxassislari. Albatta, mana shu bedanani qarayotgan akamiz bor, u bedanani qanaqa qilib parvarishlar haqida o'rgatsa, kimdir masalan ustamiz bor yasayotgan, u qanday yasalishi, qanaqa masalan buzilib qolsa biror narsasi yoki nimadir bo'lsa, uni to'g'rilash haqida, qanday o'zi yasalgani haqida fond instruksiyasini siz o'z masalan beradi. Biznesni yuritish bo'yicha qayerga tuxumni sotishdi, kimga sotishdi, qanaqa qilib sotishdi, shular to'g'risida unda qo'ldan kelgancha. Keyin masalan oddiy umumiy odamlar uchun ham bir ma'lumot berib o'tib ketaveraylik, qanaqadir manfaatli bo'lsin. Ba'zilar misol uchun sotib olganlar bo'lishi mumkin. Tuxum kamayib qoldi, nima uchun deb savol berishligi mumkin. Sabablari qanaqa bo'lib qolishi mumkin? Sabablarimi? Misol uchun sabablari o'zi harorati bedanadagi optimalniyasi, o'ziga mos harorati qishda yozunki 20 gradusdan 27 gradusgacha ash oralig'ida ushlaydigan bo'lsa haroratda tuxum berish foizi yaxshi bo'ladi. Agar issiq bo'lib ketadigan bo'lsa, tabiiyki chanqashadi, issig'ida chanqab turib, kam don yeb turib, ko'p suv ichadi. Endi suv o'zingiz bilasiz, tuxumga aylanish qiyinroq suvni o'zida, endi uning uchun oziqa yeyish kerak. Shuning uchun issiqda ham bedana tuxum foizi pasayadi. Sovuqda 20 gradusdan past bo'ladigan bo'lsa, yegan ozuqasi o'zini isitishga sarflanib ketib turib, tuxum qilishligi foizi pasayib ketadi. Shuning uchun haroratga ham ahamiyati katta bu yerda. Undan tashqari ratsiondagi yem, svetni balansi, ya'ni necha soat o'chib, necha soat yoniq bo'lishi, yorug'likni foizi, keyin shovqin har xil. Shu ko'p narsalar bor, foizga ta'sir qiladigan yoki ko'payishiga yoki ozayishiga. Shularni ham qo'ldan kelgancha shu video darsligimizda hammasini aytib o'tganmiz. Xudo xolasa shularni yana ham to'liqroq ma'lumot berilgan ularda. Keyingi narsa inkubatsiya xizmati ham bor edi. Bizning inkubator xizmati ham bor. Uni ma'lumotlarni o'zlari to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqsa nomerga necha puldanligini aytib o'tamiz. Bedana tuxumniki necha pul, g'ozniki, tovuqniki, ochirib berish xizmati necha pulligini uni aytib o'tamiz. Hozir aytish iloji bor? Bedananiki bilan. Bedananiki hozir endi ob'yomga ham qarabdi Muhammad Ali. Aytaylik, hozir ozrog'i bo'ladigan bo'lsa yoki 1000 ta deb oladigan bo'lsa, 1000 taniki 300 so'mdan qo'yib beramiz donasiga. Bedananiki. Ya'ni 1000 taga 300 ming. Tovuqniki 1000 ta atrofidagisi 3,5 ming so'mdan bo'ladi hozir. Har bittasi. Har bittasi. Masalan, sizlarga tuxumni olib kelib tuxumni olib beradi, inkubatorga qo'yib, to'liq oldindan ochirib beramiz. Har bitta tuxumga, tovuq tuxumiga 3,5 mingdan, bedana tuxumiga 300 so'mdan ochish prosenti qanaqa bo'ladi? Ochish prosenti ko'proq tuxumga bog'liq, to'g'risi. Sababi hamma odam har xil olib keladi. Tuxumda kimikidir 100% chiqqaniki bor, kimikidir 10%, 20%, 50%. Tuxum saqlanishi yaxshi bo'lgan bo'lsa, yangi bo'lsa, ya'ni urug'langan bo'lsa, xo'roz bilan birga yurib tovuq. Shu hamma omillari bo'lsa, yaxshi bo'lsa, demak 100% chiqarishga xohlasa endi shularda hamma sabab qilingan. Avvalo xudo sababini qilamiz. Bu yog'i 70%, 80-90% bu yog'i endi Allohga tavakkalda. Keyin biz ham shular qatori o'zimiz ham ochirishga tuxumimizni qo'yamiz shu inkubatorga. Mutaxassislar o'z inkubatorga qaraydiganlar qaraydi. Keyingi narsa, ana bedana olishdan oldin hali hamma bilish kerak bo'lgan bitta narsa bor ekanda. Hamma joyda tayyorlamasdan telefon qilishar ekan. O'sha joy masalasi bo'yicha men aytmoqchi bo'lgandim. Yaxshi eslatdingiz, rahmat Muhammad Ali. Xo'p, bir ikkita akalarimiz, ya'ni klientlarimiz olgan necha xafa bo'ldi bizdan. U men o'ylashimcha qisman o'rinli, qisman noo'rin deb. Sababi u akamiz telefon qilib so'ragan paytda biz o'yladikki, u akamizni joyi tayyor, hamma yo'g'i naqd.
shu bizdan bedanani olib, уже qanday boqishni biladi deb o'yladik. Joylarini ham boshqani ham biz bilan maslahatlashmadi. Sizlarga aytamiz, ya'ni shu joy masalasida avvalambor bizga telefon qilganda, agar birinchi boqishinglar bo'lsa, agar tajribalar bo'lmasa, bizdan so'ranglar iltimos, qo'ldan kelgancha bizdan oladigan bo'lsanglar, besplatniy o'rgatamiz unisini. U hech qanaqa to'lov qo'shimcha kerak bo'lmaydi bunga. Agar joylar tayyor bo'lmasdan bizdan tayyor emas holatga oladigan bo'lsalar, nobud bo'lib qolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shuning uchun yana takrorlab aytaman, biron bizdan bedana sotib oladigan bo'lsanglar, albatta joylar haqida ma'lumot berib yoki ko'rsatib, qanaqa qilish kerakligini so'rab olinglar. Sababi biz tirik jo'jani yetkazib borganimizdan keyin boqolmasdan yoki sovuq sharoitda yoki yemini, suvini qanaqa qilib berishmaganini, bilishmagani hisobiga nobud bo'lib qoladigan bo'lsa, biz aybdor sanashyapti. Biz uni bilmaganmiz. Joy tayyor emasligini. Biz jo'natib yuborganmiz. U akamiz joyi jo'ja boqishga moslashmagan ekan, hali sovuq edi ekan. Qanaqa haroratda, qanaqa nimada isitishi, kvadraturasi joyida masalan, hammasini so'rab bilib olmagan. Shuning uchun takrorlab aytamiz, biz bilmagunimizcha mahsulotni chiqaradigan bo'lsak, biz aybdor bo'lmaymiz. Masalan, shu 200 ta bedana boqish uchun qancha joy kerak? Necha kvadrat yopiq? Avvalan aytganman, hozir ham takrorlab o'taman. 100 ta bedanaga 1 kvadrat hisoblanaveradi. 100 taga 1 kvadrat. 1 kvadrat. Demak, shuni hisobini olib hisoblayverasizlar ekan. Bitta alohida xonalar bo'lsa, o'shanga misol uchun mana shu 3 ta kategoriya qo'yib qo'ysangiz ham 1200 tadan 600 ta bedanasi bo'lsa bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi narsa, agarda konsultatsiyani birinchi tavsiya qilgan bo'lardik, konsultatsiyani olishlikda, keyin ko'rasizlar, o'rganasizlar, hamma sharoitini bilganinglardan keyin o'sha video darslik ichida o'zingizlar qanday qilib ichidan ko'rasizlar o'sha narsani. To'g'ri, masofa bor. Ba'zi odam kela oladi, ba'zi odam kela olmaydi. Vohadan bo'lsangiz, o'sha video darslikda oling, ko'ring. Narxini 300 ming dedingizmi? 300 ming atrofida bo'lar ekan. O'shani sotib olasiz, ko'rasiz, ichidan ko'rasiz, sizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, bitta yashab ko'rgandek bo'lasiz-da. Keyin tushunasizki, agar to'g'ri kelsa sotib olasiz. Chegirma ham qilib beraverasizlar o'sha. Sotib olgan kursidan qanchadir agar bizdan xarid qiladigan bo'lsa, aytaylik 300 mingga sotib olgan bo'lsa, shu video darslikdi. Aytaylik 1 millionlik mahsulot sotib oladigan bo'lsa, ya'ni paranda sotib oladigan bo'lsa, shu 300 mingni 50% chiqarib olib turib, 300 mingni o'zimi? To'liq, agar bizdan sotib oladigan bo'lsa, to'liq chiqarib olib turib, bu ham bitta bonus. Bonusda qo'shimcha. Bizdan sotib oladigan bo'lsa, o'zimizda sotib oladigan bo'lsa, to'liq chiqarib olamiz, ya'ni 700 ming beradi, 1 million hisoblanaveradi. 300 ming video darslik 1 millionlik tovar ketaverar ekan, 300 ming 700 ming beraveradi qo'shimcha. Lekin bizdan olmaydigan, boshqasidan oladigan bo'lsa, unga tajriba bo'lib qoladi. O'rganib oladi bahanada. 300 ming so'mga. Men o'ylaymanki, juda ham arzon. Sababi faraz qiling, 1000 ta bedana jo'ja 1 kunlik oladigan bo'lsangiz ham 1 million 600 ming bo'ladigan bo'lsa, uni bilmaganligingiz oqibatidan, ya'ni hech bo'lmasa bir 50% ni o'ldirib oladigan bo'lsangiz ham tavba qildim, men o'lmasin u, avvalambor yaxshi niyat qilamiz. 50% mabodo nobud bo'ladigan bo'lsa ham, ya'ni 800 ming so'm yo'q havoga uchib ketdi degan. Undan ko'ra 300 ming so'm video darsini sotib olib turib, to'liq o'rganib olib turib, shunga qarab olish olmasligini hal qiladi yoki oladigan bo'lsa ham, shu videoga darslik bo'yicha, shu yo'riqnoma bo'yicha boqadigan bo'lsa, xudo xolasa nobud qilish ehtimoli kamayadi-da. O'zi hamma narsani ilmini olib, keyin boshlasa, ya'ni o'sish ehtimolligi yaxshiroq bo'ladi. Bilmasdan turib boshlasa, yutkazish ehtimolligi baland bo'ladi. Chunki biz o'zimizni video darslikda shaxsan boshimizdan o'tgan xato kamchiliklarimiz video darslik qilib berilganda u yerda tajribamiz. Sizlarga shu besplatniy berishimiz ham mumkin edi. Pulli qilib qo'yganimizga boshida aytib o'tdim, qadri bo'lsin, shundan foydalansin deb odamlar. Ikkinchi tomoni, bizni o'zimizni vaqtimiz ham yetmayapti, hammaga besplatniy ma'lumot bergan juda ko'p zvonoviy telefonlar bo'lyapti, hammaga ulgurmayapmiz yoki tushuntirib boshqa qilgani. Shuning uchun agar pulli bo'lgandan keyin o'ylaymanki, haqiqiy olaman degan odam, kerakli odam murojaat qiladi, shu video darsini sotib oladi yoki kelib o'rganadi. Agar unchalik prosta qiziqishga so'rayotgan odam YouTubedan ko'rib bilib olsa ham bo'laveradi. Oshcha bezovta qilmaydi deb o'ylayman. Bir taklif chiqib qoldi menda. O'sha video darslikda bir konkurs qilaylik-da, 10 kishiga sovg'a qilaylik. Agar rozi bo'lsangiz, misol uchun, bo'laveradi. 1000 ta odam komment yozadigan bo'lsa, kommentlarimiz 1000 ta bo'lsa, randomly tarzda tanlaymiz-da. O'shandan 7 tasiga onlayn kursni beraylik. Bo'laveradi. Qolgan 3 tasiga u faqat 3 tasiga 100 ming ta bo'lganda prosmotr 3 kishini tanlaymiz randomly. Shunda offline kelib, ko'rib, mehmon qilib jo'nataveradi o'sha odamlarni. Bo'laveradi. O'sha ham yaxshi varianti. Kelishdik. Rahmat sizlar uchun. Maxsus hozirda o'ylab topdik. Hech qanaqa oldindan kelishim bo'lmagan. Men o'zim so'radim. Umumiy hisobda shunda 500 mingdan 1.5, bu yerdan 3 million sizlar uchun maxsus sovg'a bo'ladi. Kommentariyalarni bomba qilib yozib tashlaylar. Imkon bo'lsa qanaqadir Telegram linklarni yozinglar yoki nomerlarni yozsanglar, nomerlarni yozmay qolinglar, Telegramlarni yozinglar.
Chunki osonroq topamiz. Ya'ni random qilganimizda osonroq siz chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zan bilmay qolishligingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli Telegram nicklarga yozib qo'ysanglar, qatnashayotgandan 5-6 ta yozib olsanglar ham mayli, rozimiz. Shu 10 tadan ko'payib ketmasa bo'ldi. Ba'zi odamlar 100 talab yozib tashlaydi. Umumiy ma'lumot shular edi. Shu narxlari bo'yicha bilib oldinglar. Telefon qilayotganda ham shu umumiy eski kanalimizga kirib videolarni ko'rsanglar, oldin ham anchagina ma'lumotlar berilgan. Asosiy ma'lumotlar, qanday qilib boqish, boshqalar bo'yicha ma'lumot berilgan. Va eng yaxshi biznes, to'g'rimi? Hech qanaqangi katta sarmoya talab qilinmaydi. Kundalik o'zining ehtiyojlarini qoplasa bo'ladigan darajada. Oldingi videolarimizda hisob-kitob qilib ko'rsatganmiz. Xo'p, keyingi narsa shu. Kommentariy yozib qo'yinglar, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan keyin xudo xohlasa yaxshi yangiliklar bilan sizlarga yana videolar taqdim etishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat ketgan. Bilavdagi vaqtingiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat.